Çimadonimiz qolib ketdi. Çimadonni borib xon uyga kirib ol. Jinni sotadimi? Mama olib ket, borib ishla. Qanasan? Ol mamani kamera olib ket. Do'stlar Maqsud вообще прям sal qoldi o'rtada do'st sotib qo'yadi. Sotib ketaman. Gamidagi bo'lib ketyapti. Gamid aka. Nima? Maqsud, yaxshi. Gamid gapirmayapti yana. Gambit aka nima? Reaksiya bildirmayapti Gamid aka. Qarab turibdi bo'lsa ishga qarab. Mana men chiqishga qo'ydik. Gamid aka klonning oldiga kirmoqchi, qoching. Qay jinnimisan? Gamid aka. Qas bulut. Brat, qochishimiz kerak. Yana o'tkazib bo'lib qoldi. Gambit. Yo'q, hop, shoshma. Ber kamerani, o'zingni faqat olib o'tma, nima o'tganini ko'rsat. Gambit eshik ochib ber. Qoching. Qoching, men qo'rqaman, brat. Klon chiqdi. Gambit qara. Demak, Gambitim klonlanish yeriga. Ol, kamera. Bilet, to'rsam do'stim umuman qochishni o'qilaydi chunki birinchidan mama sekin yuribdi. Ikkinchidan bilet Gambit qoldirib ketamiz. Maqsud, qani uyimiz? Maqsud, bu yoqqa. Bilet, anu qayerdadir yo'q qoldi. Gambit olib qoldi o'zini. Qochib tezroq kiring, kelyapti u. Kemayapti, tez kim? Ko'tko'rga. Tezlash. Yop. Ko'rdingizmi, yana ko'zi oqarib ketdi Gambitni. Yana sochini yulolmadimi? Men sochini yulganini ko'rganim yo'q, lekin Gambit ko'zi oqligini men ko'rdim. Eng qizig'i, Gambit klonga eshikni ochib beryapti. Klon tarafmi Gambit shunda? O'tkazar Gambit klon bo'lib qolganda biz nima qildik? Ana irimiz-tirimini buzordikmi? Mencha o'shanda biz noto'g'ri ish qildik. Ya'ni biz buzolmadik o'z aslida. Ya'ni ular xiytlik qilib Gambit o'zini oddiy tutdi. Demak, biz yana daftarni ochib ko'rishimiz kerak shunda. Qara, daftar bor xonada. Klon bizani hozirni qamab qo'ydi. Va onasini ham sen aryon qochdik. Gambit bo'lmaganda o'shda qolgan bo'lardi. Gambit ham klonga aylanibdi hozir. Klonga yordam beryapti. Eng qiziq klon uni nimaga urmayapti? Nimaga uni qo'llamayapti? Unga baqirmayapti. Gambit hozir daftarni qayerdaligini biladi-yu, klonga topib bersa-chi? Voy bila. Tashqarida ham yo'q, Eng qiziq klon ham yo'q tashqarida. Menimcha klonga Gambit topib berdi daftarni. Voy! Endi biz Sardorni ham qaytara olmaymiz. Shoshma. Birinchidan biz hali Gambitni to'liq sotuvga qo'yvermasmiz. Balki ichkarida daftar qolib ketayotgani uchun klonga ochib bergandir. Tipo klon bilan daftar bitta xonada o'qimaslik uchun. Ya'ni oldin hammasini bilib keyin gapiraylik, просто tuhmat tashlaymiz. Qarshi do'stlar, Och. nima? To'xtang. Och ishingni. Eshik shu. Och. Yo'q, qarang, ko'zi oqmas endi. Ishingni och. Nima qilasiz? Ko'zi oqmas. Ishonasizmi? Sen bilan men faqat bu hal qiling. Siz nima eshikni ochib beryapsiz klonga? Yo'q, o'zing tashib ketding meni ko'chada. Men tashab chiqib ketdilaring. Ishingni yopib qolgansizlar, ochmayapsizlar. Qo'ysiz. Nima qilganingizni eslolmaysizmi shu darajada? Chiqib ketayotgan joyimda oldinga o'tib ketdilaringda, ketingdan kiryapman. Ishingni yopib qolgansizlar, Bandabek. Qani, o'rtog'ingiz qani? Qanaqa o'rtoq? O'rtoq yashab turibsiz bilan. Shuni turib turing. Shunda hozir Gambit eslolmayman debdi. Aldayapti menimcha. Men Gambit sandan ko'p bilaman. Tushunasanmi? Men sandan ham oldin Gambit bilan tanishmaganman-da. Shuning uchun men bilaman o'zi qanaqa tutishini. Aynan hozir bu payt sporniy moment to'g'risi. Chunki hamma ham klon bilan yurmaydi-da. Eng qiziqi eshik ochib mamlaqa qilib bergani bu. Menimcha klon prosta eshikni ochib berish uchun Gambit boshqardi. Keyin shunda eshikni ochib berdi Gambit. Hozir bu haqiqiy Gambit, boyki klonni Gambit edi. Da. Ikkita Gambit bormiz. Bittasi klonga aylanib ketayotgan ko'zi oq Gambit, bunisi bizning o'zimiz Gambit. Hop, demak bunga ishonsa bo'ladi. Lekin stop. Gambit aka, qarang. Rostdan eslolmaysizmi? Yo'q, meni aybim nimada? Hozirlar meni bir chekkaga chiqarib qo'yib, men bu ikkaloni chetga borib gaplashib kelib, qara chiqib kelyapmiz xonadan. Hop, oldiga kamerani ushlab yugurib chiqib ketyapsizlar. Qorong'ida men qolib ketyapman. Ketingdan kelyapman, ishingni yopib qo'yib ochmayapsan. Tushuntirasanmi aybim nimadaligini? voy! Hazillashyapti bundan. Do'stlar, hozir nima dey hozir? Sen klonga ham qolding deyman. Nima dey hozir? Men qilig'ini qara. Gambitga siz seriozmisiz? Hozir klonga aylandingiz. Shunisi ko'zi oqarib, Oppoq bo'ldi. Nima xohlaysan? Nimaga eshik ochib qo'yasizlar? Nima xohlaysan? Ochma. Bu qanday kimsak turib, nima bu? Nima qilsana? Nima xohlaysan bizdan bu? Tegma narsaga. Qochilib pichoq tiqib oladi hozir. Qoching. Nima? Bila. Qoch. Bor. Hop. Mana osonlikda qutulaman deb o'yladingmi? Ey, bilet nima?
boshi issiq ekan. Sizlar kalbatinglar ko'tarmoqchiman. Ha? Nima? Jinnimi bu? Ye, serikdagi deydi rostdan. Shumi kayfiyatni ko'tarasan bizani? Masalaga kayfiyatini ko'tarma. Shoshma. Hozir. Qulovlar jonga tegdi o'rtoqlar. Do'stlar, bu bizani ko'knada nimalar qilyapti? Ey, men tushunmayman. Suv. İçeceğim. Dinlemasan. Pashsholay. Ey, namusasi. Nima chirkanch? O'zingni ich. Ber. Просто ber. Chiq bo'ldi, ber. Temeni. Bo'ldi, ishdan. Jim, rat bu. Tepaga chiqinglar, chiqa olmaydi bu tepaga. Chiqmaydi o'ylaysan. Hozirdan chiqaman. Tepaga chiqinglar, chiqa olmaydi bu. Deb xonaga yashirib olishimiz kerak. Hey! Xato bo'ldi o'zi ishtirokda. Oy, qo'ydi ko'rdingizmi? Klon pastda-ku. Qo'ching tepaga. Bu qanday tepaga chiqoldi bu? Bu bo'yi baland. Qanaqa qilib buni tez harakatlanyapti? Ket. Qanday bu? O'rtoqlar pastda yurganda qanday ikkinchi etajga chiqib qoldi? Hozir do'stlar uyi kamerasi hamma yoqda uyga kamera o'rnatganmiz va endi uyga o'rnatilgan kameradan ko'ramiz. Va aytgan hujmat do'stlar. Hoziroq albatta like bosib qo'yinglar. Chunki buncha mehnat terlab ketdim. Shomuriylar yarim kecha soat necha bo'ldi? Soat qaranglar. Yarim kecha soat 3:30 biz mana shunaqa jinnilik qilib yuribmiz. Baqa-chaqa qilib. Albatta like bosinglar va bu videoga sizlar albatta 101 ming like va 20 ming obunachi olib kelishlik kerak. Va endi bo'lmasa biz mana shu uyga o'rnatilgan kameralarga qaraymiz. Stop. Nechta bo'lib ketdi bular? Yo'q, bu hammasi bir vaqtda ko'rsatadimi? Bitta paytda o'zida shunda 4 ta 5 ta joy ko'rdim bu. Yo'q, shoshmang, kamera ishlamayapti. Kamera ishlamayapti. Buzildi bu. Hop, chiqamiz tashqariga o'tiramizmi? Chiqishga nima qilamiz bu? Chiqamiz, keting. 100% klub, o'sha ko'chada kitob qidirgandan yaxshi. 3 ta dil chiqadi. Na startda turgan ekan bu. Men bu o'tib qoladimi? Brat unaqa qo'rqib turmay o'lib qolmasin men. Qo'rqib turadi bizda, ha? Ana. Ya, masala o'zim siz kam ketdim-da, kutmagan narsa bo'lganda. Hamid aka, qarang. Bu yoqqa keling. Bu yoqqa keling. O'tir. Boya siz realniy qulovga yordam berdingiz. Qulovga eshik ochib berdingiz siz. Shu narsani esla olasizmi? Aytaman, bular qarangdir, intrigga o'xshamoqchi video uchun. Lekin ishingni yopib qamalib olar ekanda, meni kirgizmas ekanda, bu yerda men ishingni ochib bergan vinovnik bo'lib qolar ekan. Qarang, Gambitiga qarang. Sizga hozir haq bo'lish muhimmi yoki bizga yordam berish muhimmi? Qaysi biri sizga qiziq hozir? Hozir komandamiz bizni ishlashimiz muhim. Biza dasturchiga erishib, shuni oxirigacha tugatishimiz muhim menga. Agar rostdan shu muhim bo'lsa, mashqxonadan chiqmang. Qo'linizdan foydalanyapti. Nima imonni menda, maqsud. Chunki maqsad kitob qatarligini bilmaydi. Da. Chunki faqat siz bilan bu narsa bo'lyapti. Ishonavering. G'azal aytaman, seriyozman. Mashqxonadan chiqmang, iltimos. Mashqxonaga o'z-o'zidan qulab oling. Biz qulab ketamiz. Iltimos o'tiring. No, why not? Agar sizlarga shu narsa qulay bo'lsa, menga hech farqi yo'q. Tinchgina qaytanga baqir-chaqirlasiz. Telefoningizda o'tiraman ishda. Demak kelishdik. Sevaratim, sizga rahmat. Videoni ko'rganlar tushunyapti. Men tuppa qaror qilmaganim. Biza ketdik. Ya, xarlashmang, hozir qaytamiz. Prosta siz bilan borsak risk ko'proq bo'lyapti. Undan ko'ra siz muhim shaxssiz, siz turganingiz yaxshi. Kerak bo'lsa, shu yerdan topasizlar. Admin 5-kompyuter yoqib yuboring. Svet yonsada. Hop, prosta chiqaylik. Hech kim yo'q. Da. Hech kim yo'q, bo'ldi. Chiqdik. Yusuf ko'chaga ketgan o'sha. Yo xudo, bu zinadan qanaqasiga chiqdi bu? Shuncha zinadan men o'zim normal yo'lda yurishga qiynaladigan sinfda. Xonadagi hamma eshiklarni taqillatganiga nechi? Ketdik-chi, ko'chaga qaraylik. Bo'l, eshik ochiq demay chiqqan. Vahma qilmaymiz. Ko'chani olgan, o'sha quyosh chiqyapti-a? Soat necha bo'ldi o'zi? Tong yotyapti. O'rtalar soat 3:52 demay tong otdi. Va quyoshda qilib yurmasa kerak kunduz, ha? Balkim ketgandir, rostdanmi? Da. Yo'q, stop. Men hozirdan so'l haqida o'ylab qoldim-da. Bir kitob topib ketaman. Ey, to'pol. Bir kitob topib ketaman.
Mana buni qaranglar, o'rtoqlar. Qoch. Uyga kir. Men baribir kitob topdim. Mana endi mag'ur soni. Masalan, shunaqa bo'lsa, qat-qatdan chiqib keldi. Derazadan kirib keldi. Nima qildi? Pardani orqasidan chiqib kel, urdi meni kallamdan. Yo, bu hop qara. Uydan nimaga chiqib ketdi? Bilaman, o'ylagan narsa o'xshyapti-da, shu yoqmayapti-da, shu o'ylagan narsa o'xshatgani. Bu bekorga uydan chiqmadi bu. Bu kitob qattarligini biladi hozir. Meni ham sochimni yulmoqchi bo'ldi hozir, tushundingizmi? Yuldimi? Yo'q, qochib qoldim. Ko'chaga chiqish kerak. Klon bo'lsa chiqish kerak. Yur undan ko'ra. Tekshirish kerak deysiz-da. Biladi, yo'q o'sha mana. Qara, shoshib Mamitadi balki. Bilaman, daraxtning orasida как будто hamma daraxt klonda, ya. Stop, yo'q bu yerda. Yo'q, ha? Yo'q. Yo'q. Chimadan olish kerak, chimadan ol. Eng qizig'i men bu ishni qo'yib ketdimdim. Как будто o'zgarib qolgan emasmi? Все, hammasi joyida. Bila, mana shumi boyaga o'zi so'rgan o'yinchoq? O'yinchog'im. Da. Mana shumi? Mana daftardan balkim o'yinchoq haqida qanaqadir informatsiya bordir hozir. Ya'ni yordam berish kerak daftar. Da, bizlar bilan juda yomon ko'p narsalar bo'lib ketdi, qani? Bila, hech yo'l chiqmayapti. O'zi ishtabsizmi? Ha? Yana kelyapti. Anaqa gambit ovoz bor. Maqsud chimadan yashirish kerak, sani kelsa uradi uzog'i. Chimadan olib ketsa tugaydi hammasi. Davay. Yo, bu yoqqa kelmayapti, o'shda baqiryapti. Все. Shu kamerani, shu kamera ketdik. Nima bo'pti o'zi? Yo'q, vash baqiryapti. Tez kel. So'smi, eshik biz ochiq. Klon bo'lasan. Kir. Qarasang. Voy! Ay, bular qo'rqib. Gambitga keling, nima bo'ldi bu? Salom klon bo'lasan. Gambitga yuzini kraska qildimi shunda? Salom klon bo'lasan, kitobni ber. Yur. bo'laman. Yur. Ey, yaqinlashma. Bular qo'l tegdi menga. Qo'lim kraska qo'l tegib. Siz qanday tepadan pastga tushib qoldingiz o'zi? Sanlar oldin ketotgandim. Baqir-chaqir bo'lganiga. Ham keyin shu oldi mana. Hop, xonadan nimaga chiqdingiz siz? Aytdiku, bitta komandamiz yordam beramiz birimizga. Baqir-chaqir bo'ldi, keyin chiqdim. Bila, to'g'risini aytsam do'stlar, hozir men Gambit ham klon deb o'ylayman. Chunki qilayotgan ishlari, hozir ham yuzini bo'yayotgani, Gambit menga qochib ketmadi, biladi. Bo'yayotgan qochsa bo'ladi, to'g'rimi? Qochmadi u. Uch quyosh chiqotdi. O'ylashimcha azmin sabr qilsak klon ketadi, lekin klon hozir Gambitni klon qilib hammasini qarab, pachani chiqarib ketadimi? Buni qo'yib berish kerak emas. Ha, yuzingizni qarang. Blin. Hazillashmayman jigar, hazillashmayman. Nima qara, menga Qoching, brat. Omon aka Gambit. Voy, hazil. Nima bo'lgan taqdirda ham do'stlar, hozir like bosinglar. 100 like kerak bu videoga, chunki bu videodan davom bo'lish kerak. Chunki Gambit bu holda qoldirish va hozir agar kitob yo'qotib qo'yadigan bo'lsak, shuncha harakat bir tiyin bo'ladi. Va albatta do'stlar, obuna bo'linglar, chunki shundan shunaqa katta mehnat va 3 million bo'laylik onasini emsin. Obuna bo'linglar. 20 million obunachi bu videoda keyingi qism chiqadi. Keling Gambit aka, nima qilib tursiz? Ana ku. Kitob olaman. Hey! Kitob olaman. Hey! Kirish kerak emas. Biladimi qattarligini? Sizni hozir klonga yagona farqingiz yuzingizdagi kraska ozgina kamroqligi. Shuning uchun ham bilish ehtimoli kattaroq. Va'da beraman, ha? Masala tarafida. Hop, aka qarang, siz xohlamagan bo'lishingiz mumkin, lekin siz boy eshik ochishni ham xohlamagandingiz. Siz pashta bizga umuman yordam bermayapsiz, aka. Hozir nima qiling hozir? To'xta. Yo'q, klon ketdi, chalg'itish kerak uni. Men chiqaman o'sha chaqirtgan. Bo'ladimi? Bitta o'zingiz nima qilasiz? Bitta o'zim chiqaman. Yo'q, men hazillashmayman boydan beri. Usha oladi, klon. Boydan beri ayblab tashlayapsan. Nima qilishim kerak mana? Senlar uchun men nimadir qilishim Ya, kerak. qarang, nimadir biz hozir klon chiqarishimiz kerak bo'ldi. Siz nima Yo'q, men chiqaman jigar. Yo'q, qo'ying, ey. Agar muammolarni men chiqargan bo'lsam, men o'zim hal qilishim kerak. Ay, lekin noto'g'ri o'ylayapsiz, aka. Bunaqa qilmang, bu arzimaydi. O'zim bilaman jigar. Ay, Gambit aka, qo'ying, ey. Klonga aylantirib qo'yadi Gambit aka, qo'ying. Gambit aka, chiqmang, aka, chiqmang. Radboy. Blin. Voy, rostdan chiqib ketdi. Chiqma. Stop. Omon aka to'xtadi. Ey, nima bo'pti? Gambit aka. Radboy, qo'y. Uy bilan. O'tmaysan baribir. Yo'q. Davay. Yo'q. Do'stlar, fani bo'lmay Gambit aka o'zi qurbonlik qotdi. Ke! Maqsud tez olmam. Ay, bilet. Maqsud qani? Yur, ay, diqqat qilib ketasan, bilet. Ezvording, Maqsud bilet qilib ketir. Qo'y. Gambit usha olgan u. Davay tezroq kirib ollaring. Ay, bilet Gambit mana qotdi. Kir. Bilet. Hozir Gambitga qanaqa yordam beramiz? Nima kerak edi bunaqa qahramonchilik? Tez chiq. Все, ichida hammasi. Onasini emsin bu kitob agar yordam bermasa bizga. Onasini emsin bilet yordam bermasa agar bizga. Nima keragi bor ekan bunaqa qahramonchilikni, bilan. Mana bilet qilib o'tirgan ishingga bilet. Omon aka. Nima?
Yozdingmi? Yo'q, o'zi chiqdi. Boy yo'q edi-ku bular. Shoshma, o'qiman. Do'stlar, bu mana shu kublik o'yinchoq. Boydan beri o'yinchoq deb o'ylayapti bu. Qani, nima ekan hozir bilamiz. Chikko deyapti. Chikko kim? Ham babammi klon Chikko, ha?